Adasi, biror bir yumshoqroq buxanka ham olaylik. To'xta, kreditlardan qutulaylik. Hali nasibimiz patron bo'lamiz. Ay, gaz talon pul berib, mana shuni o'tinda qayna. Ay, tosh borki shunda ham yo'radi mana. Voy qiling shuni ham. Nuqul siz bilan shunaqa janjal qilamiz. Jonimga tegdi. Shunday go'zal, shunday. Bu oilani baxtliligini qara. Mazza qilib ko'chada aylanib yuribdi. Uf, hech bo'lmasa avtobusga ketaylik. O'zi 4 kilometr qoldi. Sog'lik yurish piyodaga foydali. Aka, ana qo'y so'yuvdik. Go'sht ketirib berganda mazza qilib yeganmiz. Behuruz amaking go'sht olib kelgan bizlarga vaqtiga. Hey, Shu pichoqlarni berib tursangiz, maydalar ovqat qilmoqchi edik-da. Ket ukajonsi, bolta bilan o'zing o'ldiraman hozir. adasi, odam qiynalib ketdik-ku. Qachongacha shunday yashaymiz? Odam charchab ketdik-ku. Sabr qil, qarzi bor odamni shirinlik yeyish mumkin emas deyilgan даже. Qutulaylik shu narsalardan. Hozir shirinlik mumkin emas dedim. Ber buni. Bir 1000 so'm bo'lsa ham sotamiz, kreditga to'layveramiz pulini. Açsan kredi, namın açsan kredi. Yo'q, onangni emdiraman. Yo'q. To'xta. Hazillashasan men bilan. Ha, echki, yo'q. Men ham qor o'ynayman. Nimaga yupqa kiyindim? Uyga ketish. Aka, nima onam ukam ko'cha qo'ymaydilar? O qiz boladay, tegmanozik. Voy, sen ikkalang buzg'unchi. Qor o'ynamoqchi bo'lsang, tomga chiqda qorni kura. Ona, nima uchun meni asramaysiz? Katta farzand faqat onani qornida asraladi. Chiqqandan keyin o'zi biladi, o'z kunini o'zi ko'radi. Sen ma kirdi-yu, sen o'ra qol, sabzini ko'm. Hay, chiqma dedim bundan. O'rin muzlab ketdi bolam, qara. Hozir chiqdim-ku ona. Senga nima kerak shu ishlar? Hozir bir bochka suv olamiz, qaytamiz. To'xta, yo'q. Men qiz bolami, bu qiz bolami? Qizani ham uncha asramaylar. Ketdik. Ona, men ketdim. Hey, yo'qol. Ona nimaga men o'rantirib kiyintirib qo'yaverasiz? Voy bolam, sen meni shikalatimsan. Seni qog'ozga o'rab, avaylab asrashim kerak. U parvarda. Uni choyga solib, erisa ham ichib olsang bo'ladi. Mana sizga tam zo'r ekan-a? Ha, biron golda bu. Zo'r. Ukamga ham olib boraman hozir. Sen ukang bormi? Ha, prosta uydan chiqmaydi-da u. Lekin ta'mi zo'r ekan. Конечно, agar magazindan olsang, mana shu biron golda olib sot. Narxi ham ancha hamyonbop. Zo'r foyda qoladi. Butun respublika bo'yicha yetkazib ham beradi. Ona, kurtkam hech uxlamayapman. Men seni asrashim kerak. Akang uylanib chiqib ketardi. Opangni yerga berib yuboramiz. Sen meni meros ko'rmisan bolam. Rahmat ona, billik, biz keraksiz odam ekanmiz-da bir. Voy bolam. Baribir yaxshi ko'rasiz, ona yiqilmasin dediz-a. Yiqilsang yiqilaver. Ukangni ustiga yiqilma dedim. Yo'qol. O Kamila! O'lding, akang keldi. Ovqating tayyormi? Ola, 1 minut borku ona. Ishlab kelaman charchab. Jonga tegdi shuni zamona. Xo'p deb turgin endi. Yuvib qo'ying buni. Kecha yuvdim-ku buni. Keraksa bir kunda 2 mahal yo'q. Gigiynaga amal qilish kerak. O'zi bir kunda zo'rg'a bir marta qo'lingizni yuvadi. Gigiyena emish. Bo'ldim onajon. Dasiyor qizim. Nima bu ahvol? Nima to'g'ri tozalamayapsan? Qanaqa qilsan? Shoshmay tur. Oladigan qiz o'qigan ekan, baloni ham bilmaydi. Jabrachasidan ilinadi. Endi o'zingiz bilgan ovqatlardan bitta ovqat tashlang. Men ovqat qilishni bilmayman. Men Makedonskini bilaman, Yelizavetani bilaman, Chingizxonni bilaman. Unda o'shalarga ayting, kelin ovqat qilsin. Ona, jabrachasidan ilinibdi-ku. Gigiyena, salomatliklar nima bo'ldi? Qanchalik odam o'zini asrasa, shunchalik tez kasal bo'lar ekan. Ayol kishi tozalash kerak emasmi? Xotinchangizga aytolmadingizmi? Men bu uyda o'zim ham yashayapman. Men ham tozalasam bo'ladi. Hech nima qilgan yo'qman. Akam tushmo bo'pti-ku butunlay. To'ydan oldin jashir edi. Endi qo'y bo'lib qoldi. İşte, hamma joyda raso qilma. Pashole, xotiningga gapir. Men sizga yer yetolmayman. Nimaga? Siz meni to'g'ri tushuning. Men sizni to'g'ri tushundim. Yaxshi qoling, sog' qoling, uydagilarga salom. Yo, bu qizlar borgan sari to'poy bo'lib ketyapti. Yoki bu yigit meni ko'zimga Leonardo Oktyabro bo'lib ko'rinyaptimi? Bugun hisobidan 831 ham hal bo'lmadi. 32 ga ketdik. Chota bu yerda nimadir gap bor. Uyga mashinasi o'zini bizneslari bor, bolamanga suvchi qo'yadi deb
вообще o'ylamagandim. Flashni oling opa. Yo'q, kerak emas flashning. Opa, hech bo'lmasa yordam qiling. Ma, flashning ham kerak emas, bor, yo'qol. Ming bor uzr, sizga вообще tega olmayman. Menga to'g'ri kelmaydi, boshqa tilasoqsiz ham sizga tega olmayman. Ha, bitginangni olgir. Sani deb men hech narsani eshita olmadim, bilasan? Sani deb. Sizni Iskandar buildingdan eshitdingiz bormi? Ha? Bo'lib to'lashga oldingizmi? Yo, ularda bo'lib to'lash usuli ham bor ekan, lekin men naqd oldim. Bittasi yashashga, bittasi investitsiyaga. Dalchi. Menga shunday pullari ko'p biznesmen bola sochib qo'yadi deb o'ylamagandim. Oyi, hozir bitta joydaman. Sal turib telefon qilaman, xo'pmi? Yo'q, sog' bo'ling, men sizga tega olmayman. Voy, ina, nima telefon qilasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana 3 ta qiz bor-ku, uchalasini ham ko'zi ko'r bo'ladi. Hali zo'r bo'lmaganda Shunday. xullas, siz ham yoshingiz bir joyga borib qolgan, meniki ham. Bo'ladigan bo'lsa to'yda bosib yuboraylik. Davay, mana. Taqing o'zingni. Bittagina kichkinagina savolchada, u qizlar qaysi gapingizdan keyin ketib qolyapti? O'zi ketib qolyapti. 4 ta opa singlim bor desam. Qo'lingizni oching. Mana. Och qornim, tinch qulog'im. Amin, baxtli bo'ling. Tonimayman men uni. Kim bu dedim sizga? Adashib tushgandir-da. Bo'ldi, bugundan boshlab asabiylashib o'tirmayman. Oldingizda birorta qizni ko'rsam, eshitsam $100 shtraf. Davay, men o'zimga to'g'rimi? Hop mayli men ketaman seni bir umrga tartaman. Rahmat sizga kattakon. Hozir ishga suhbatga ketyotgandim. Rahmat sizga kattakon. Qardim xolos. Hey, mashinaga jarima tushsa, 15 kun ichiga to'lasa, 50% skidka bor-ku. Davay cho'zing. Singlim, yaxshimisiz? Oyog'imni qayirib oldim. Tur. Hormang, charchamayapsizmi? Oyog'i singan ekan, yordam berdim. Это не моя проблема. Joyida to'lang, chiqaring. Bo'lmasa, shizni mibga chiqarib yuboraman. Bilasiz, Oyjonni asablari juda ham chatoq. Yonimda naqd yo'q, plastikda. Bu вообще problema emas. Yozing 8600. Aka, menga yordam bera olasizmi? Yo'q, assalomu alaykum. Itto boqilim, hali ham shunaqa erkaklar bor ekan-a? Ana, chiqaring. To'xta, qani, emchi sizga kelganini silab pasladir, Mana. Chiqaring. Newtonning yangi qonuni. Hurmatli erkaklar, begona ayollarga qaramanglar, jarimasi qimmat bo'lar ekan. Hop mayli men ketaman seni bir umrga tark etaman. To'xta. Aytgacha uxlab molda semirganingni qara, mol. Yeb uxlaganingdan keyin ana shunday bo'ladi-da. Bu qorni yeyishdan emas, stressdan chiqadi. 30 ga kirganiga stress nima qiladi senda? Tog'angga o'xshamay o'l. Tog'asiga nima qilibdi? Tog'a, endi siz 60 ga kirdingiz-da. Buni qarang, hali 30 ga kirmay qornini qarang. Bu yoqqa keta. Nima bu? Unaqa krossovkam qurisin deb qo'ydim. Sen kechasi yarim kechasi mana shu derazadan chiqib ketish uchun qo'ygansan. Mana onamni xuddi shunaqa qilib aldardim. Bu ko'rgan-ku. Nima qilasan, onangni bunaqa eski stilda aldadi. Yangi usul o'ylab top. Yaxshi aldama. Ukangga telefon qil, kech qolyapti. Tog'a, telefoningizni bering. O'zingniki qani? Yo'qotib qo'ydim telefonimni ona. Baloni yebsan iflos. Ana o'kunda real yutqazdi. O'shanda sinfdoshlaring yo jo'ralaring bilan sport o'ynagansan yutqazgansan. Hozir men senga ko'rsataman. Tog'a, qayerdan bilaman buncha ma'lumotni? Men ham yutqizganman. Mo'ylovlarimga, sochlarimga choptashaganman. Dadang ham yutqizgan. Onang buni ko'rgan. Yana nimaga eski stilda aldiysan? Tog'a, ana Nargiza degan sinfdoshingiz bor ekan-ku, o'sha kishining qizlarini yaxshi ko'rib qoldim-da. Mashina oldim dedim ham yo'q dedi. Iskandar buildingdan 2 xonali kvartira oldim dedim ham yo'q dedi. O baqvat bilan uzoq yil mazza qilib yashaymiz kvartira desam ham yo'q deyapti-da. Sani uncha puling yo'q edi-yu. Bosh to'lov qilib qolgan 5% bo'lib to'lashgan beryapti. O'shanga siz bilasiz-ku, qanaqa yolg'on gapirib bo'lsa ham ilintirsam bo'ladi. Qaysi qizga qanaqa yolg'on gapirishni onang biladi. Menga ham onang o'rgatgan. Kirlaringizni yuvamasam nuqul nos chiqib qolar. Dadam sizni urmasin deb nuqul aybingizni bekitardim. Xudoga shukr. Jiyanlaringiz unday emas aka. Voy. Aka, boya boltani qayerga qo'yib o'dingiz? Yo'q. Rahm qilgan, ko'karmaydigan joyiga ur. Tog'a, nima onamni aldab bo'lmaydi. Akasi iflos bo'lgan ayollar hammasini biladi. Xotin, Nima bu? oshga solishga go'sht,
Qanaqasiga? Krediti bor shunaqa go'shaydi. Shunda kredit to'lab bo'lmagunimizcha bolta sho'rvachamizmi? Dadasi uydagilarni ko'rishga ketyapmiz, magazinga bu narsa olishga kiramiz, a? Baribir quruq bormaymiz-ku. Mana qara, krediti bor odam mehmonga borayotgan payt magazindan narsa sotib olmaydi. Cho'pda ot yo'radi, tushgan mevalarni tatar terib olib, shuni olib boradi. Ter davay, ber aka. Uydagi 1 litr sut bilan qattiq ham olsak bo'lar ekanda? Ya, uni ham sotib kreditga to'laymiz. Nima qilyapsan? Ha? Krediti bor odam 50 ming tiqmaydi. 2 ming tiqadi. 1000 so'm suvga, 1000 so'm penaga. Shu kreditingizni to'lamasangiz nima bo'ladi? Pena tug'adi-da. O'sha peniyasi bilan mashinangizni yursangiz bo'lmaydimi? Aqllilik qilma, 2 ming tiq. Ana paketchalik quruq joylar ham qurib qolibdi. Kechqurun shundan damlaysan. Ana 4000 so'mga arzongina guruch olib. To'g'ri, guruchdan ancha kichkina, lekin shakardan ancha katta. Simichka yo'q so'rovding-ku, men yog'ini o'zing chiqarib ol. Qaytib kredit olsam kuchuk bo'lay. Xotin! Ha? Wow. Ona, Haydi yursa. Betayin, tog'arami teshding? o'ziz olibsiz-ku. Kechga qo'llam onam yana urala. Yoningda biz ham kiramiz, bizdan uyalib urmasalar kerak. O'zlaringcha Superman bo'lasanlar? Sen ne urmading? Menga zakasnoy tayyor bo'lyapti. Qo'ydaq begim. Ana aytdim-ku. Labay onajon. Jonim bolam, ke. Ne otang kimyapti? Otam kelmasalar meni urasizmi? Bo'ray bo'lmasa. Ona kelmadi-ku uchrashuvga. Sen o'tirasanmi yo'qmi? Ha, kelakda sabr qil. Baxtli bo'ling. Bo'ladi, kelin. Pultni ber-da. Ha? Choy damlab kelay. Ona nima bo'rlatib so'kmadi? Mana kelinni ortda yo'q obringni ham tushirmay dedim. Niqsang bo'lasanmi? Voy, bunda is bo'lib ketibdi. Ana shu qo'lim yetmayapti-da. Shunda o'zing olib bergin. Bering, ol. Kelin, siz ovqat qiling. Xo'p, mayli. Yo, uydan birinchi yig'ishtirsin. Uydan yig'ishtir davay. Yo, nimaga asabimni o'ylab ha? Ana oshxonani jibran to'g'rilab qo'ysang bo'lar-ku. Ha, yo, birinchi parketlarni qilib olay. Ana shu kaltagi senga lol qilyapti. Mana uni ishlab berasan. Mana ishtoning tushib ketmaydi. Triko bilan remin taqmaydi-ku. Mayli kelinjon, uydagilaringizga salom ayting. Xo'p. Ha, kelin. Ko'chada yomg'ir ekan, qaytdim. Xudoga shukr. Xotin kelib kaltakdan qutuldim. Tog'a shashlik pishirib berasizmi? Albatta pishirib beraman. Qani ichkari kirgin. Ahmoq. Salom beradi tog'aga birinchi. Birinchi shashlik bersinlar. Bo'lmasam o'zingga mos ketib chama. Agrotlarni chop. Shashlik yemayman o'lay. Tog'a yeb chopib bo'ldim. Yaxshi. Mollarni tagini tozala. Shashlikchi. Hoppa, bor ishni qil. Shashlik yeymiz keyin. Mana yashamadi. Tog'am kelsa o'ldiradi. Bilgansiz tog'a. Tog'a tuxum-tuxumdi. Davay, o'tlarni o'r. Itammanchalik yugurmasa kerak. Betonni qori, xo'rozlarga qara. Shiferni qoqib qo'y. Itga ovqatini ber. Hamma ishlarni bo'ldim. Endi shashlik yeymizmi? Davay, shashliklarni sixlagin. Shashlik tayyor emasmi? Hozir qilsang tayyor bo'ladimi? Nechta shashlik chiqadi bundan? Kichkinaroq qil, 3 ta qil. Ha. Zato shashlik yeymiz. Tog'a pishdi. Ha, tog'a. Al. Ana piyoz. Uni qara. Ochmaydi deyishdi. Ha, kuyov? Ishdan vaqtli kelibsizmi? Qaydan bilasiz men qachon kelishimni? Qizim aytganda, o'shaning uchun bilaman. Ochmayaptimi? Ochsa kiraydim-da, ochmayapti-da o'sha. Ha, endi meni qizim sizni kelishingizga pardoz-andoz qilayotgandir-da. Kalitim borga aytgancha. Ana. Hey, o'y sharmanda.
Assalomu alaykum oyijon. Qaynonajon, siz aytgan pardoz andoz shumi? Ha, bu qiziz Janatubdan maza qilib video ko'ryaptilar-ku. Qaydan bilasiz? Bu Janatub degan ilova ekran o'chiq bo'lsa ham ishlayveradi. Funksiyalari bepul va reklamasiz. Google Play yoki App Store'dan bemalol skachat qilib olsangiz bo'ladi. Qarang, zaryadi 90%. Shundoq kirgan-u, shunday uxlab qolgan. Bu serialni ertalabdan meni ko'rib o'tiribdi. Chunki bu ilova zaryadi juda ham tejaydi. Bitta emas, hamma ayollar shunaqa qiladi. Ertaga kech uyda zerikib o'tirsa, serial ko'radi-da. Eri kelishiga 10 minut qolganda ovqat qilishni boshlaydi. Eriga charchadim deb bahona qiladi. Mana masalan, qo'shnim. Hali to'yimiz bo'lganiga qancha bo'ldi? Sen qayerdan o'rganib shuncha narsani? Nima menga o'ylab qaraysan? Voy, soatdan vaqt bo'lib qopti. Qaynotangiz kelishiga 10 minut qopti. Ulguray. Ey, qizim, ulgurmasak ham ovqat qilishga. Kartoshkani olib turdim. Kelinlar, kelinlar, kelinlar. Qaynona ham bir ona. Bak, ko'r. Men ketmasam bo'lmaydi. So'q qo'ying. Bering telefoningizni. Kontaktingizda bitta ham qiz bolasimi yo'q? Yo qizlarni o'g'il bola chaqib saqlanib qo'yganmisiz? Nimaga unaqa deyapsan? Nimaga unda men yonimga kelasizda ketib qolaverasiz? Точно siz boshqa qiz topib olgansiz. Telefoningizni ham ko'rdim, ortingizdan ham kuzatdim. Boshqa qizlar bilan yurmaysiz, qayerga ketasiz? Mana yo'q. Mana, любой bitta qizni, ayolni yomon yo'lda yurmaydigan yigiti bo'ladigan bo'lsa ham, uni bitta konkurenti bor. Kim? Mana futbol 90% ayollarni kundoshi mana shu. Qizlar ketdan yurmasa, mana shu ketdan yuguradi. Rostdan, men sizni xiyonat qilib yuribdi deb o'ylabman. Bundan buyog'i shunaqangi go'zal bo'laman, futbol untasiz. Ey, bu chiroy boshqa qizlardan, boshqa ayollardan ustun bo'lishi mumkin, lekin futboldan ustun bo'lmaydi. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Серьезно bir badjaxlik kuyov topdikmi deyman opangga. Ey, xotiningizga aytingiz ham, tiksin. Tikkani yurunda, yursin, sasib ketdik. Namuncha bachkanasiz, oyimlar seryozni kuyov deganlarida ishongan ekanman. Sani nima deb o'ylaydi oyijon? Yig'lab siqilib o'tirgan bo'lsa-chi, ha? Namuncha yosh bolasiz. Dushmanni tormor qiling, olg'a. Laylaxon hayda, qo'yingni boqaman. Bo'rlarni hayda, kuchingdan yeydi. To'ydan oldin shunaqa bachkanaligingizni bilganimda umuman tegmasdim. Ish qilib qizim bechora rosa yalingandir, onamnikiga boraydi. Tez bu oyijonni oldiga tezroq bo'lish kerak. Oyijon shu quyib beradi. Tavba, hozir oyimlarnikida ham borib shunaqa bachkanalik qiladi. Ura, opam keldilar. Salom, meni otim Og'abek, yuriydilar ukalarim ko'chalarda mag'odin. Bundalar seriozniy, ko'plab qilinmagan kuyovni olibdi, tushundingmi? Yaxshimisiz kuyov, yaxshi keldinglarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Senga seryozni kuyov deb. Anosh. Qani olinglar. Pochchang seriozniy, asabi buzoq baqirmanglar. Mana erimni aytyapsizmi? Dadangni aytmayman-ku. Vermay серьезный, gapiring jichcha нежный. Ona qo'shni mahalla-ko'y yaxshi tanishadi sizni. Hay kuyov, turing sizim o'ynang. Erkak kishi o'ynagani bu, o'lgani bu. Turavermang seryozni, gapiring jichchamizni, qo'ni qo'sh mahalla-ko'y hamma. Hay key. Yow. Ko'chada po'lat alendar, uyda masxara ovoz. Turavermay серьезный, gapiring jichcha нежный. Bir yordamchi kelsa-yu shu qo'limdan ishlarimni olsa-da. Boshlan. Senga gapiryapman, Mishko, bir reaksiya ham bildirmaysan, ha? Tinchlik so'rab ketdim. Qara, bir narsa desang qochadi. Ya yoshi o'tgan aka uylanmasin. Dasturxon boshqa to'ra ovqat ham yemaysan, ha? Nima qilyapsan? Ona senmas-ku bu. Tozalayapman. Kechqurun singlim tozalab ishga ketgan paytim. Nima tozalashim kerak ekan? Hoy, singil bo'lsa ham akasining xonasiga kirmaydi kechqurun. Xotining bo'lganda o'zi tozalab qo'yar edi. Hey, to'xta. Bugun qarindoshlarga tug'ilgan kun bo'lyapti. Endi seni chaqirdim. Rahmat. Hayotga bormayman bu yoqqa. Butun dunyoni siyosat qolib, meni g'iybat bo'ladi. Qachon uylanasan? Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Dugonalar bilan aylangan. Akangni ham olib ket. Men nima qilaman bu bilan? Ko'rsat. Bu dunyo faqat futbol, kontrdan iborat emasligini ko'rsat. Dugonalaring bilan tanishtir. Ketasizmi aka? Masalan, dugonalaring bilan parkka borib bat tutamanmi? Ona, uylanaman o'shani, men bilib turibman. Tezroq ana Yevrasiya Motorsdan bitta mashina olib olayigan. Agar olsam, sen uylanaman. Faqat bo'shanish 30% to'layman, bo'lib qolgan 5% to'lab yurayman.
yoki Jizzax BYDdan BYD bo'lsa o'raymi? Hozir zapravka o'chirib tur balovat tarqigandan ko'ra elektromobil bo'lsa o'raydim. Menga uylan, keyin bilganingni qil. Hey, ishing hal bo'ldi bolam. Nima bo'ldi? His ko'ndi. Vani qo'yib uy deganda quloqdagi paxtalar o'nlik. Tamam, onangiz hal bo'ldimi? Qachongacha yurasan mana shunaqa qilib, ha? Ha, o'zlariga gapiring. Hey, uni ishi hal bo'ldi. Sen qachon uylanasan, ha? Qutuldim. Rahmatullo! Aka, choqiryapti seni. San siramaygina o'lgur. Tiling kesiladimi siz desang? Og'zingga naskim tiqaman, hozir bari yumyapsan. Erta indin kelin kelsa, uyalib qoladi bir tillik bo'lib. Oğlum to'ygacha bir oy borku ona. Ish qilib o'rganib qolmaginda. Sen ham bilib ishing qilaver, qayni? Assalomu alaykum. Rahmatga bor. Qaraysan, choqiryaptilar. O'chir ovozingni. Ko'chada bir tillik obro'y bormi yo'qmi? Shuni ham yo'q qildik. Basharasin bu zamonda shuni uzda. O'chir ho'kiz. Aka ko'chada bir oy kichkinalanyapsiz aytadi-ku. Ko'chada sher, uyda qo'yma deyman-da. Xo'p, yashang, baxtli bo'ling. O'zingcha sen ham uylanibsan-da? Aytdim, ha, to'ydan keyin parod qilasan deb. Aka bozor ketaman, pul ber. Ay, tilingda tikon chiqqan siz deb aytdim-ku. Aka pul bering. Menga qarang, singli sizni sansiraydimi? Buyuklar o'zi sizlanmaydi. Alisher Navoiy 1941-yilda tug'ilgan deyiladi. Tug'ilganlar deyilmaydi-ku. Amma menga ovqat suz ber, menga ham suz ber. Sansirama mani. O'zingga hurmat so'rayapman, ha? Suz ber. Qaytar dunyo. Kuyovjon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Bu xolam o'z kuyovlar bilan gaplashaman deb egilib yerga kirib ketmasalar bo'laydi. Bo'pti, kuyov ketgandan keyin gaplasharmiz, ha qizim. Yozing yosh balo. Egilib gaplashgansiz, kuyozni ko'rsangiz o'lib qolay, undan yaxshi ko'rasiz o'ylanma. Men qayerdan yaxshi ko'raman shu xotir ichkini? Mana sening o'ldim, kuydim degan uchun berdim-da, bo'lmasa kuchugimni ham bermasdim shunga. Uchirdimmi? Voy, uchiribman, Xudoga shukr. Amma Jim turing. Qizim bilan gaplashyapman. Ha, qizim? Kuyov yaxshilarmi? kasalmisiz? Bu parol bu. Eri yonida men bilishim kerak. Kuyovingiz ketgan, bemalol gapiravering. Qayerda yuribdi turq sovuq? Bizni xotin bilan ham qaynona shunday gaplashadimi? Mana qara, mana onangga telefon qil. Tinchlikmi? Gromkaga gaplash. Ha, qizim yaxshimisan? Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, kuyov yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Parol bilan gaplashyapsizlarmi? Parol dadasi. Hali topaman-ku. Avoy, yaxshimisiz? Oyi keyin gaplashamiz, hop. G'iybat qilib o'tiribsizlarmi? Yo'q, dadasi. Ana shunday tanomasliging bilib turib, petlichka qo'yib ketgandim. Bu HoloLens Lark A1 petlichkasi ovozing shunaqa tiniq yozadi. Yosh bloger va o'z blogini yuritmoqchi bo'lganlar uchun eng zo'r ovoz yozish uskunasi. Oshqozon u bilan bo'lsa nima qilasan? Dadasi, oshqozon nima bo'lsa bo'lsin. Ajrashib ketmaylik. Zapisni telefonga yaqinlik-ku, ma. Buni ham yut. Mana yo'q kiyimim kiydingmi? Uyda akalarim bilan o'sgan mana bitta dona qizman. Ular oyoq kiyimni kiyib o'rganib qolibman-da. Dada, keyin opasini ekanlar-ku. Oyoq kiyimlaringizni yashirib qo'ying. Xotin, qo'y ozgina hidlangan o'zim yuvib tashay. Nima qilyapsiz? O'zim yuvaman. Hidlanganda. Shu hidimi? Meni akalarim futboldan shunday oyog'i sasib kelardi. Uni oldida o'yitding-ku. O'tir. Hozir o'tirishim bilan sizga yo tuz kerak bo'lib qoladi, yo murch kerak bo'lib qoladi. Nima yo'q qilyapsan? Erkaklarga tekkan kasallik. Akalarim ham shu ovqat yeyishni boshlasam, ishtaham bo'g'ilguncha ish buyurishardi. Anaqa non olib kel, non ketibsan-ku. Qanday baxtliman. Kinam kelishlari bilan shu ishlardan qutuldim. Uxlamaysizmi? Kirib uxlayvergin, men o'zingga xurrak o'taman-da uxlay olmaysan. Bemalol uxlayvering. Meni 4 ta akam traktorda taralardi. Ko'chada o'tib ketayotgan odam bularning uyida kechasi yer ag'daryapti deb o'ylaydi. Nimamcha meni peshonam yarqiragan. Kallang ichida akalar bilan o'sgan qizga uylanayotganda. Moshinamiz bo'lgan. O'rtoqlaringiz mashina olmaguncha, mensiz klubda bitta mashina bo'ladigan bo'lsa, eshak arava bo'ladi. Undan ko'ra bu pulga Iskandar biznesdan uy oladi. Buncha pulga uy bermaydi-ku. Mashina boshlang'ich to'lov qilsak, qolganini muddatli to'lovga olsak bo'ladi. 2 yildan keyin og'aynilaringiz mashina olaman deganda, bu o'sha 3 ta mashinani puli bo'ladi. Siz ham uyanib yo'q ketingizda qachon ko'rishamiz endi? Ha, hormang.
O'g'aynim telefon qilyapti. Haliyam tushunmadingizmi? Men 4 ta akam bilan o'sganman. Bunaqa fantaziya o'tmaydi. Normal erkak kranni suvni ochib qo'yib gaplashmaydi.